bugun biz challenge olib boramiz. Zadaniya 3 ga 3 bo'ladi. Bizga o'rta bo'lib beradi. Priz 500 ming so'm bo'ladi. Biz qani bo'lmasa ketdik. Mana bizning boshladik. Birinchi zadaniyamiz penalti bo'ladi. Har bir odam bittadan tepadi. Ikkinchi udarga Shahbozga berildi. Gol. Uchinchi zarba Elshod Jonna. Mana. İkinci komanda navbati, endi ikkinchi komandadan ko'ramiz. Mana do'stlar, birinchi zarbani bu komandadan Muhammadjon beradi. Yunus komandadan ikkinchi zarbani Shamshodbek tepadi. Yaxshi komandadan uchinchi zarbani Azizbek tepadi. Mana bizning o'z birinchi zadaniyamiz tugadi. Shot 1-1. Endi ikkinchi zadaniyaga o'tamiz. Shtiramnoy. Zarba Shamshodbek tepadi. İkinci zarbani Muhammad tepa. Üçüncü zarbani Aziz tepa. İkinci komandadan Elshadbek birinchi udarni beradi. Yaxshi! Yaxshi! Bizda Bekzodbek tepadilar. Yaxshi! Oy. Bizga uchinchi udarda Shahbozbek tepa. Bizda ikkinchi zadaniya ham tugadi. Shotlar 3-1. Biz endi uchinchi zadaniyaga o'tamiz. Farta bilan birga bir. Qani ketdik. Uchinchi zadaniyaning birinchi ishtirokchisi Bekzodbek boshlab beradilar. İkinci ishtirokchimiz Shahbozbek. Davay Shahboz. Omad. Üçüncü ishtirokchimiz Elshodjon. Tip. Yangi komandaning birinchi ishtirokchisi. Chiqib kel, Ibrohim. Qo'yma. İkinci komandaning ikkinchi a'zosi. Chiqib kel. Qil. Qo'yma. Zo'r. Yaxshi. İkinci jamoaning uchinchi a'zosi. Ibrohim chiq. Mulla Aziz. Zadaniyalar o'zim tugadi. Shot 5 ga 1. Press o'zimizga qoldi. Birinchi komanda g'alaba.